Lisemizden 3. sınıf başlayımız vatandaşım. A belgelik payçak faciası kim rejisörlük kıldı? Merkezi Halk Bankası Morgan Stanley'i dep görsetti. Bu chet elge art koyuş, cunguluktan artı var. Morgan Stanley'i dep görset. Mavzulu haber 7. ayının 3. günü Venvi Tor bitide ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Merkezi Banka'nın başkoruşudaki pul muamele vakt geziyet edip bugün yaman garazda kuruklap koyuşku, yol koyuşku bolmaydı mavzuluk bir parça makale ilan kıldı. Bu makalede Morgan Stanley Bankası birdem Şanghay payçak bazarda payçak 16'da 785 nokta öğreti ise yani birdem mesela 6. ayının 13. günü 5178 noktada avat pazarının çeki çıktı dedi. Aldık yayını da vakit 20 yıl öttü. Morgan Stanley'nin ölçemli yoktu koygan kıyasının keynide kişiye etkili bolmaydıgan bir maksat yuşurnugan makanda. Deydi haberde. Makalın özekileyle A belgelik pay çek nimetin xatarlik bulup kaldı. 6. ayının 15. günden 7. ayının 2. günü geçe 13 günü soğudu günü de Şanghay'da pay çekten bazı 27% düşüp gitti. Bu facialik düşüp gitişiye kim rejisörlük kıldı? Yani bu pazarda mal bahasının, payçak bahasının bu derecede düşüp gitişiye kim rejisörlük kıldı? Bazılardaydı sanat kapitalı zor külemde payçak meydanından ayrıldıydı. Bazılardaydı nazaretçi organla kapital koşunu kattık tekşürüp duruvaldıydı. Desi yani bazılar yeni payçak tarkıtış haddinden ziyad tiz bulup gittiydi. Şunun için bu pazar yani payçak pazarda baha tüvelleş faciası yüz verdi. Bunda adli emezdi. Xalqaro mablag' selish bankasi yani Morgan Stanley'ning mushundaq jodugarlik qilish maqsadi zodi nima? Xitoy pul muomala gezitiga yozilayotgan maqolada mana mushundaq savol qo'yildi. Manfaat guruhlarining manfaat uchunmi yoki maqsadli holda Jungoni qo'riqlab qo'yib, Jungoni iqtisodiy soat qadamini qo'llashtirish uchunmi? Hozir butunlay bu Jungoda bo'layotgan paychak bahosidagi o'zgarishda chet elga ortib qo'yyapti Xitoy hukumati. Agar foyda qo'llashib shunda qilgan bo'lsa, buning kari chaqlaq. Bu qatam xalqaro kapital O belgilik paychakni quruqtab qo'ymoqchi bo'lgan bo'lsa, aniqki yomon g'arizini oshkorlagan bo'ladi. Jungoni iqtisodi amdini muqimlash alomatlari ko'rilib, har xil islohot tadbirlar yo'li qo'yilib, O belgilik paychak Jungoning burilish payti turgan iqtisodiga aktiv ta'sir ko'rsatgan edi. Hozir bu pardazlayotdi. Biz iqtisod to'g'risida boshqa og'ir so'zlab kelyapmiz. Xitoy bu yerda pardazlayotdi. Dal mushundaq payt xalqaro kapitalning Jungo paychak bozorini quruqtab qo'ymoqchi bo'lganligidan nima g'arizi borligini tushungili bo'lmaydi deb ko'rsatdi xabarda. Jungo Markaziy Xalq Bankasining boshqarishidagi pul muomala vaqti. Bu qatam Jungoning paychak bozorida yuz bergan davolg'ishning sabablarini Morgan Stanley'dan ko'rish bu Jungolikning odatlangan odatidir. Bozorning tartibli qonuniyati bo'lgandek vatandoshim aksiya bozorining o'zi xos qonuniyati bo'ladi. Savdo tijoratlar bo'ladigan bu yerda foydali ish bo'ladi, ziyon tortish bo'ladi. Buning siz Jungo paychak bozorining gepi uzundan beri bo'lib kelayotgan gap edi. Demak, bugun foyda elishdan ziyon tortish savdo tijorat sohasida bo'lib turadigan ishkan Jungoda paychak bozorda bahona tushib ketganligi ajablanishga bo'lmaydi. Biroq bu Jungo uchun zoda nima zarbalar elib keladi? Bu nuqta siz bilan biz diqqat qiladigan muhim yo'q. Hozir qarab bakın Yevropada gretsiya ketyapti. Bugun ular umumiy xalqaro referendum bilan o'zining taqdirini hal qilmoqchi bo'lyapti. Endi Yevropada Gretsiya ketyapti. Jungoda tuyuqsizda paychak bahosining tushib ketganligi Jungo iqtisodiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Osiyoda Jungoning paychak bozori, Yevropada Gretsiyada qarz krizisi. Hozir dunyo mana shu ikki nuqtada iqtisodning
Şuna davolg'uch davri kirib qoldi.